Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki Uygur diyarından çıkan Uygur karındaşlarım ve vatanımızda birlikte yaşayan bizdeki karındaşlarımız Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar barlık dünyanın hem yeriga vatandan tarqab ketken Şarq Türkistan, Uyg'uristandan dünyanın hem yeriga tarqagan karındaşlarım ve vatan içideki lagerning içide bolsun, turmunun içide bolsun, teşide bolsun, hamma yerda yaşayotgan barliq qarindoshlarım, sizlarga samimiy salom, oliy ehtirom. Uzun bo'ldi men ekranda sizlar bilan ko'rishmadim. Bugun ulug' Qurban hayit munosabati bilan sizlar bilan didor ko'rishyapman. Hammanglarning mush oldimizda kelayotgan Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Qarindoshlar, har yili sözlüge vaxtımda yanı bir Qurban hayitini vatanda o'tkazimiz deb so'zlaydim. Bu yıl mı şundaqlı yana ölmegen canda ümit var. İnşallah yanı bir Qurban hayitini vatanda o'tkazadigan bir nasiblar bo'lib qolar. Vatanimizda Qurban hayitini billa bizning kichik vaqtimizda, sizlarning bola vaqtingizda, yosh vaqtingizda hayitga nag'irchilib, Ürümçide nağırçılıp, Xotanda nağırçılıp, dünyanın hem yerde nağırlar bilen, samalar bilen, meçitlerge toşkıdak namazı kirip ötevatkan aşı Qurban hayitimizni aşındak güzel, aşındak birli ötküzüdüğün külle yetip gelir inşallah. Yani bir qitim hemminglarning Qurban hayitiga mübarek olsun. Biz uzun da görüş vaktimiz. Bizning vatanimiz azat buluşqa intizarlık bilen her hayit, bayram, Ramazanlarda biz yanı bir bayramda, Ramazanlarda Allah buyursa vatanda o'tkazimiz deb tilavatimiz. Allah buyursa bizning bu tilaklarimiz icabet oldu. Bulupmu yakın vaqtlarda dünyanın vaziyeti nayt keskin, nayt ciddi. Her kandak bir siyasi orunla, çoğun devletler kandak duruk, aşı ağının içine düşüp ketken, karanlığın içine düşüp ketken arxivlarını tırmaqda tatılap çıkıp, meydanga açıp, şunu yenilawatıdı. Bizning mu aşnaq düşüp ketken yerlerge düşüp ketken arxivlarımız dünyanın gün tertibiga kirdigan vaqt kelib qoldi qarindoshlar. Biz mustaqil bo'lamiz. Çünkü o devlet bizning. Bizning devletimiz. Bir adamdan qarzi olgan adam o qarzini bermay u uxlayolmaydi. Bizning ziminimizga bir adamning uyiga kirib olgan adam osh uy chiqib, osh uydan ya chiqdi ya pulini berdi, ikkisining birisi bo'ladi. Turolmaydi. İnsanның her qandaq vicdansız tabiatning qonuniyati bilan birisinikida turolmaydi. O zimin bizning ziminimizga qenimizni eqitib, jonlarimizni pido qilib, biz shu ziminni qo'limizga olamiz deb kurash qilayotganlar 100 yillar bo'ldi. Neçe 10 yıllar nurg'ulligan qarindoshlarimiz mush yo'lda vafot bo'ldi, yosh bolalar bilan, tuqqanlari bilan. Endi biz nim deb qaraymiz deganda, oshlarning davomini biz qilib kelyapmiz. Cho'qim bizning vatanimiz ozod bo'ladi. Biz vatanimizga qaytib beramiz. Xitoy har qancha zo'ravon bo'lib ketsin, har qancha kuchli bo'lib ketsin, 24 soat qo'rqib titrab turadi. U ziminga qo'rqmay, meningki deb dasiyaliga vaqti yo'q. Uni qanday isbotlaysan desanglar, qarindoshlar, madaniyat inqilobi qaranglar. 54-yillik 40-yillik qaranglar, 58-ga qaranglar, buningdan keyingiga qaranglar, bu qitimqi lagerlarga qaranglar, Borim vaqasi qaranglar, Ürümçi vaqasi qaranglar, 68-yillar yoshlarning qilgan namoyishlariga qaranglar, tashkilotlarga qaranglar. Üzülmey kelayotgan inqilob bilan qo'rqib yashayotgan Xitoy uchrashyapti bizning vatanimizning ichida. Qo'rqish biz har qancha qurolliq, kuchli Xitoyning qo'lida bostirilayotgan bo'lsaqmi, bizni har qancha Xitoy bir davlat va biz hech qanday heshimimiz yo'q, ojiz bo'lsaqmi, Xitoy ash qurol bilan 24 soat titrab turib bizning sinimizga tasab turyapti. Biz qirilib turib, maydimizni kerib turib, mazmin biz olimiz deb ko'ziga tikilib qarab turib, dunyoning hamma yerda vaqirab turib, chiqirab turib, harakat qilib turib yashayapmiz. Bu yashash ikkisini selishtiringlar. Ziminning yegisi, zimin olaman deb yashayapti. Besvag'ichi qo'rqib, qachon bizni ziminni tortib oladi deb qo'rqib yashayapti. Ikkilisi xotirjam emas.
Şuna bu ziminning bizning qo'limizga qaytib keladigan isboti nima degan vaqtida Xitoyning qo'rqib bizga mush tajovuzchilik besib olgan turug'liq yana xotirjam bo'lolmay bizni qirg'in qilayotganligi. Mushu ziminni bizning besib olgan ziminni bizdan qaytirib oladigan ziminimiz ekanligini, oxir bir kun bizga bu ziminning qaytib ketadiganligi, o'zining buyaga mehmon ekanligi, tajovuzchi ekanligi, chekinadiganligiga ko'zi yetkazga bütün saranlıklarının, bütün vəhşiliklərinin hamısını qılıb atıdı qarindaşlar. Mana bu Qurban Hayit dünyanın hamma yerida sarson, sargandarchilik bilan o'tkazib atgan qarindoshlarimiz bilan birga o'tkazib atamiz. Vatanning ichida, lagerning ichida, turmining ichida Abduqodir yozgan naqshlarni anglagansizlar. Turmining ichida oilalari bilan ko'rishamay, ota-onalari bilan ko'rishamay azap okubat içinde kahramanlarımız mesela İlham Toptudek muşunda kahramanlarımızın turmunun içinde vatanın içinde namayişler bilen çiqraşlar bilen ötküzüp atkan bu heyet yani bizden inqilab üstüde ötküzüp atkan heyetimizni ben tebriklayman qarindoshlarimiz. Çoğum biz azat bulup aşı heyetni nağır sunaylar bilen heyetgada Örümçide vatanımızın tuprağında ötküzümüz qarindoshlar. Yani bir qitim işençinlarni yo'qotmanglar. Hammanglarning heyeti mübarek olsun. Qurban heyitinglarga mübarek olsun. Allah bütün Uyg'urning tilakları icabet olsun. Bütün lager turmidagi qarindoshlarım lager turmidan chiqib ketsin. Xitoy tajovuzchilari bo'rondek vatanimdan o'z oyig'i bilan chiqib ketsin. Qilgan inqiloblarimizning natijasi bo'lsin qarindoshlar. Tilagan tilaklaringlar icabet olsun qarindoshlar. Bolaringlar bilan pat fursat yaqin soatda tuqqanlaringlar bilan uchrashinglar, ko'rishinglar hammanglarga Xudoyimga amanet, heyitinglarga mübarek olsun. Salam sizlarga qarindoshlarım.